Hammaga salom. Present simple questions bugun o'tadigan darsimiz ingliz tili yo'ldan. Bugun sizlar bilan demak present simple ni savol gap shaklini yasashni o'rganamiz. Kitobimizning 7-unitiga keldik. Demak, oldingi unitlarda biz present simple haqida gaplashgan edik, ya'ni present simple ni negativ shaklini va pozitiv shaklini o'rgangan edik va bugun sizlar bilan present simple ni savol gap shaklini yasashni o'rganamiz. Avvalambor present simple qanaqa holatda ishlatilishini bilib olishimiz kerak. Bu present simple ni savol gap shaklini o'rganishdan oldin. Demak, present simple umumiy haqiqatlarga va kundalik qilinadigan ishlarga nisbatan ishlatilar edi. Mana buni kitobimizda ham yozib qo'yibdi. We use the present simple for things that are true and general or for things that happen sometimes or all the time. Ya'ni biz present simple ni narsalarga ishlatamiz, qaysiki umumiy rost bo'lganini, umumiy haqiqat bo'lgan narsalarga ishlatamiz. Ya'ni biz buni jadvalni tuzib chiqqan edik, ya'ni qanaqa holatlarga ishlatilishini uni men Telegram kanalimdagi fayllardan ham ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu present simple ni pozitiv shakliga tegishli bo'lgan faylda men yuborgan edim sizga. Va for things that happen, ya'ni narsalar qachonki har doim yoki vaqti bilan sodir bo'ladigan narsalar, ya'ni kundalik hayotimizdagi har doim yoki vaqti bilan sodir bo'ladigan narsalarga nisbatan. Ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsak, I like big cities, ya'ni men katta shaharlarni yoqtiraman. Siz hayotingiz, ya'ni siz har doim mana shunaqa katta shaharlarni yoqtirishingiz bu present simple, ya'ni sizga nisbatan umumiy haqiqat, ya'ni siz mana shu katta shaharlarni doim yaxshi ko'rasiz. yoki the shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Ya'ni do'konlar soat 9 da ochiladi va 5:30 da yopiladi. Bunda siz bilishingiz mumkin, jadval asosida ishlovchi narsalar ham present simple ga nisbatan olinar edi. Ya'ni do'konlar soat 9 da ochilib, 5:30 da yopilar ekan. Endi biz qanaqa holatda ishlatilishini bilib oldik present simple ni. Endi mana shu present simple ga nisbatan savol gap tuzishimizda mana shu qoidaga binoan savol so'raymiz. Misol uchun rasmda ko'rishimiz mumkin. Do you play the guitar? Ya'ni sen gitara chalasanmi deb so'ramoqda. Ya'ni hayoti davomida, ya'ni shu o'zining yoqtirgan ishi bo'ladimi yokida sen qandaydir mashg'ulot bilan shug'ullanasanmi deganda biz present simple bilan foydalanamiz. Ya'ni umumiy, ya'ni har doim yoki vaqti bilan shu hayoti davomida shu mashg'ulot bilan shug'ullanadimi deb so'ramoqda. Ya'ni sen gitara chalasanmi? Shunaqa savollarda tuzishni o'rganamiz. Demak, biz faylimizni ochib olamiz. Demak, present simple question form, hozirgi oddiy zamon savol shakli. Demak, bu savol shakllarini yasashimiz uchun bizga do hamda does yordamchi fe'li kerak bo'ladi. Ya'ni present simple ni negativ hamda question, ya'ni savol gap shaklini yasashimiz uchun bizga do hamda does yordamchi fe'llari kerak bo'ladi. Do ni biz I, we, you, ze ga ishlatar edik. Does ni biz he, she, it ga ishlatar edik. Buni biz negativ gap shakllarda ham ko'rgan edik. Question form, savol shakl. Savol shakl qanaqa bo'ladi? Do egadan oldinga chiqadi. Subject plus verb plus object, ya'ni verb bu yerda, mana bu verb infinitive, ya'ni fe'lning mana shunaqa oddiy shakli. Play, watch, listen, make, do, mana shunaqa oddiy shakl bu verb shakl hisoblanadi. Ya'ni hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakl. Do you play tennis? Sen tennis o'ynaysanmi yoki siz tennis o'ynaysizmi degani tarjimani beradi. Siz tennis o'ynaysizmi? Do you play tennis? Ya'ni siz tennis o'ynab turasizmi? Qanchadir vaqt, misol uchun siz hayotingiz davomida misol uchun siz tennisni yoqtirasiz va tennis o'ynab turasiz va sizdan do'stingiz so'rayapti. Do you play tennis? Sen tennis o'ynaysanmi? Siz aytishingiz mumkin. Ya'ni pozitiv shaklda qanday javob berar edik? I play tennis every weekend. Men har hafta, ya'ni har hafta dam olish kunlari tennis o'ynayman deb javob berishingiz mumkin. Yokida I always play tennis with my friends. Men har doim do'stlarim bilan tennis o'ynayman. Yoki agar siz tennis o'ynamasangiz, I don't play tennis deysiz. Ya'ni men tennis o'ynamayman deysiz. Mana shunaqa qilib
javob berar ekanmiz. Endi biz does ga nisbatan qanday ishlatilinadi? Ya'ni does bu he, she, itga nisbatan ishlatilinadi va qolgan qismi yuqoridagidek bir xil, ya'ni does egadan oldinga chiqadi va subject plus verb plus object, ya'ni bu yerda ham xuddi shunday, ya'ni fe'lning infinitiv shakli, ya'ni oddiy hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli hisoblanadi. Does bu yerda mana bu he ga nisbatan ishlatilinadi. Shuning uchun play ga nisbatan hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Chunki mana ko'rishingiz mumkin, does da mana es qo'shimchasi bor. Does he play tennis? U tennis o'ynaydimi? Mana shunaqa qilib gap tuzar ekanmiz. Does he read books? U kitob o'qiydimi? U kitoblar o'qiydimi? Does you read books? Siz kitoblar o'qiysizmi? Demak, savol gap tuzish juda ham oson. Do plus subject plus verb plus object. Mana shu formula orqali siz I, we, you, ze uchun tuzasiz. Does plus subject plus verb plus object ga esa he, she, it uchun demak tuzasiz gaplar. Demak, formulasini ko'rib chiqdik. Endi short answers. Mana shu savollarga nisbatan qisqa javoblar qanaqa beriladi? Demak, inglizlarda har doimgidek bor. Har bir zamonda short answers, ya'ni qisqa javob berib qo'yish. Misol uchun, do you listen to music? Siz musiqa tinglaysizmi? Ya'ni sizdan so'ramoqda. Do you listen to music? Siz musiqa tinglaysizmi? Agar siz ha, men musiqa tinglayman deb qisqa javob aytmoqchi bo'lsangiz, yes I do deysiz. Shunchaki yes I do. Mana I bu yerda sizdan so'raganligi uchun, demak siz javob beryapsiz menni. Ha, men tinglayman deysiz. Yes I, demak tinglayman deyish uchun, ya'ni shu mana shu fikrga qo'shilish uchun, ha men musiqa tinglayman deyish uchun do ni qo'yib bo'ldi. Ya'ni yordamchi fe'l. Yes I do. Agar siz yo'q men musiqa tinglamayman deb aytmoqchi bo'lsangiz, no I don't, ya'ni no dan keyin I don't yordamchi fe'lga not qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Tamom. Endi uchinchi shaxs uchun, ya'ni he, she, it uchun esa does he listen to music? Ya'ni u musiqa tinglaydimi? Agar ha u musiqa tinglaydi demoqchi bo'lsak, yes he does bo'ladi. Yes he does. Agar u musiqa tinglamaydi demoqchi bo'lsak, no he doesn't bo'ladi. Yo'q, u musiqa tinglamaydi degani. Bu short answers, ya'ni qisqa javoblar. Demak, qisqa javoblarni ko'rib chiqdik. Endi kitobimizga qaytamiz. Kitobimizda mana pozitiv shaklini tushuntirgan, question formini hozir men tushuntirdim va bu yerda the word order and this question is, ya'ni bu yerda mana shu question form, ya'ni savol gap shaklini yasash formulasi, buni o'zingiz ko'rib tarjima qilib chiqishingiz mumkin. Bu yerda mana maxsus savol shakllari, ya'ni savol so'zlar bor. Ularni ham kitobga ko'rib tarjima qilib olasiz. Where bu yerda qayer, how often qanchalik tez, what nima, how much qancha, what nima yana. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin what do you do? Bu teng bo'ladi what's your job? Ya'ni sizning kasbingiz qanaqani what do you do orqali ham bersak bo'lar ekan. Ya'ni mana shu savol orqali ham sizning kasbingiz qanday deb so'rasak bo'lar ekan. What do you do? Bu what's your job? Sizning kasbingiz qandayga teng. Bu yerda do boshdagi do mana hozir yozib ko'rsataman. Demak, bu yerda ikkita do bor. Ya'ni what do you do? What do you do? Bu yerda mana ikkita do bor. Birinchi do'yimiz bizda mana bu yordamchi fe'l, bu yordamchi fe'l, bu esa asosiy fe'l. Ya'ni siz nima qilasiz deganida bu. Bittasi yordamchi fe'l, o'zbekchasi what do you do ni sizning kasbingiz nima degan savolga javob bo'lar ekan. Sizning kasbingiz nima degan savolga javob bo'lar ekan. Demak, do bu yerda yordamchi fe'l, bu do asosiy fe'lga teng bo'ladi. Mana shunda adashmang. What do you do? Sizning kasbingiz nima? I'm a teacher. Men o'qituvchiman degani. Xullas shunaqa short answerni tushuntirdim, short answersni, va bu yerda mashqlari bor. Kitobimizni har bir mashqlarini ko'rib chiqing va bu mashqlarni kitobingizga bajaring. Demak, I work hard in you. Endi you dan so'rang, ya'ni sizdan so'rang deb bu yerda savol shaklini yozishingiz kerak. You ga nisbatan do you work hard? Endi tennis, I play tennis deyapti. Va sizchi, endi bu yerga do yordamchi fe'l hamda